Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullo Shoybenguldamiz. Andijon Ziboskan tumani Chavamol bozoridan qo'ylar narxlarini so'rab o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib borlar, videoga like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba, sanamiz 1-iyul 2026-yil. Bo'lsa qo'ylar ko'proq ko'rsatishga qilamiz. Oxirigacha kuzatib borasizlar. Like tayyorlasizlar degan umiddamiz. Telegram kanalimiz bor, chorva narxlari deb yozsangiz chiqadi. Qora otirasim bor. 2700 dan atrofida odam bor. Dehqonchilikka ham, tirishlikka ham oz-moz pul yeb qo'ygan. Shunaqa qilib yozsangiz chiqadi. Lotin yozuvda yozsangiz kerak. Chorva narxlari chizishga qo'ysangiz keyin chiqadi. Lotin yozuvda. Topganlardan keyin shunga tashlasangiz bizga tushadi. Kommentariyaga ham silkan tashlab qo'yamiz. Kommentariyaga o'tib ko'raverasizlar, o'tirasizlar. Oxirigacha kuzatib boraverasizlar, o'dolasa like tayyorlasizlar, o'dolasa xizmatlariga biz boshladik. Aka savdosi bo'ldimi qo'chqarni? Necha bermadingiz? 73 ga. Kilogachi? Kiloga 73 dedim. Kiloga 73 dan bo'lyapti. Turishgachi? Turishiga ham ayni qildi. Demak 100 kilo ko'rishyapti-da. 100 kilo atrofida qo'chqa. Ozmoz kiloga tushib qopti. Qo'ylar tushib qopti ozgina. 73 ta atrofida o'ta sotilganini ham ko'rdinglar boshida mana. Qo'ydik, xudo xolasa. Ha, buni ham savdosini ko'ryapsizlar mana. Sho'rva qo'chqa. Bu qo'chqar sotildimi tog'a? Ha, sotildi. Necha pulga? Olindi. Necha pulga olindi? 6 million. 6 millionga baraka yo'qdi. Semiz aka. Kim bor qo'ydan? Yo'q. Aka necha million bermayapsiz qo'chqarlar? Mana. Hali yerga, bilasizlar, Farhodga. 7,5 savdosi bo'lyapti. Öyle. Ha, bo'ldimi? Bunisi 8. Ha? Bunisini ham 8 million qatta gaplar ekan. Bunisi ham 8 million savdosi bo'lyapti. Buni 7,5 savdosi bo'lyapti. Zotli qo'chqarlar. Bular kuraklari bormi, tishlari? Buni 2 yashar. Ikkalasi 2 yoshdan, bu var qo'zi. 5-6 oylik. Qo'zi. Qiziqqanlarga dolasa doim bo'ladi sizda ham. Nomer aytilaveradi. Ayting aka, nomer. 50 270 1155. 1155. Telegram va emaillar bor. Manzil qayda aka? Paxtavodda. Aloqa chiqasizlar qiziqqanlar. Ma'lumotini berdik. Xudo xolasa. Qadasiz. Hoji buva? Olasizlarmi yo sotgan tushdinglarmi? Savdosi bo'ldimi qo'chqarlarda aka? Alloh videoga aka. Necha pul bo'lgan aytib ko'raylik. 21 danmi? 21 cho'l. Ha, 21 mi? Cho'lasiga? Hozirgina tushib qolibdi qo'ylar naqa. 21 million cho'lasi. Hozir bo'lgan yo'q. Yoshlari qanaqa aka? Hammasi. Hozircha bu yerda savdosi bo'lgan yo'q. Bozor uyda bo'lgani 21 million so'm cho'lasi. Savdosi bo'lgan 7 milliondan bo'lyapti degan u degani. Ishlari ikkitish bo'lyapti. Baxmi ekan-da hali bular. Hammasi baxmi ekan-da. Qasaba qanday payt kelibdi-da. Nomer aytlarmi qiziqqanlarga? Shartmasa bo'laveradi. Sog' bo'ling. Aka necha pul bermayapsiz qo'chqarda? Aka buni 8 baho aytiladi. 8 baho aytilishi, savdosichi? 6,5. 6 million 500 ming so'm hozir bo'layotgan savdosi. Shek kuray yoribdimi? Ko'ryapti. Rasaba qanday payt ketdi-da? Jinolat tayoq qo'ygan. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Qo'chqonlar, savdosi bo'ldimi aka qo'chqonlarda? Bo'lyapti. Necha puldan bo'lyapti? 6700 ming so'm berish bunga. Nagisichi? Jupiga 11 million 500 ming so'm. Jupiga 11,5 million bo'lsa, buni o'ziga 6,5 bo'lyapti. Jupigasiga bo'lyapti. Yakkasiga 6 million 700 ming so'm. Ha, 6 million 700 ming so'm o'ziga bo'lyapti. Jupiga 11,5 savdosi bo'lyapti. Ozgina emas qo'ylar tushganligini sezgandek bo'lyapti narxlar. Ozgina tushibdi nimaga? Qo'chqarni ham ko'rib qo'yaylik. Qo'chqar savdosi bo'ldimi? Endi kelgan. Baxm ekan-a? Yosh qanaqa ekan bu? 4. Necha pul qo'yapsiz? Aytilishi necha pul bo'lgan? 13,5 ha? 4 endi bo'lyapti. 13,5 savdo bu aytilishi, savdosi bo'lgan yo'q deyapti. Uzun ekan bu. Rahmat. Savdosi bo'ldimi aka? Ha. Necha bermadingiz? 10 million balandroq ko'ryapti. 10 millionda turibdi. Tishi nechtada ekan bu? 5-6 yoshda. 5-6 yoshli. 10 millionda turibdi savdosi bo'lyapti. Rahmat. Aka, assalomu alaykum, hormaylar. Baxma qo'chqarlarmi hammasi? Ishlari bor.
Necha bilan bermayapsiz aka qo'shqinlar? 6 million 100 ming, 6 million 200 ming. 6 million 100 bilan 200 atrofida donasini savdosi bo'lyapti. Hozir esa oladigan payt o'pdi. Tushibdi narxi ozgina. Tushibdi, anchalar tushibdi. Baqa oladigan payt ekan, hozir adashmasam. Chunki bundan baqa endi tushami yo'q bilmadiku, lekin olgan odam yutsa kerak. Bo'ladi-chi? Bo'laveradi. Qirg'izistondan kelgan. Qiziqqanlarga shunaqalar ko'p bo'lyaptimi? Nomer aytlaveram. Aytavering aka. 90li 571 69 99 Telegram WhatsApp emaillar bor. Manzil qayerda edi? Paxtabodda, savdogarlardan. Asosan shunaqa ekitishlar, baxmalari bo'lyapti. Baxmalar, tayyorlari qiziq bo'lsa, aloqa chiqasizlar akamizga. Hammasini 6 million 100 bilan 6 million 200 atrofida bo'lyapti ekan savdolari. Soni 5 ta ekan bu yerda hozir. Rahmat aka. Bular ham baxma ekan. Hammasi baxma ekan aka. Necha bilan beryapsiz? Bermayapsiz? Ikkovini 12 million qo'ygan. Shuni o'ziga 56 bo'lsa, ikkalasi 12 million, 6 milliondan savdosi bo'ldi. Tishlari bormi? Ikki tishlariga kattaroq. Nariga meni chiqarib qo'ysa kerak. Bular ikkalasi ikki tish juplab savdosi bo'lganlar. Qiziqqanlarga nomer aytilmaydimi? Shartmasa. Olaveradi. Sog' bo'ling. Savdosi bo'ldimi qo'chqanlardi? Bo'lmadimi? Olti million 50 ming so'm bo'lyapti. 50 ming so'm qo'shdi. 6 million 100 ming so'm savdosi bo'lyapti shu qo'chqar. Semiz ekan. Qassob, so'rayapti. Qassobga bob. 62 bo'lsa 100 ming foydalanib qolamiz. 45 kilo 44 kilo 61 60 bo'ladi. 45 kilo Keyin baland 6,5 gacha savdo bo'lyapti. Endi tish yoryapti. 6,5 bilan 6 atrofidagi qo'chqarlar ekan. Tishlari endi yoryapti degan. Semiz, baxsa ham, so'ysa ham bo'lsa kerak. Shunaqa qilgan, chiroyli ekan. Toshlari yaxshi, sifati ham yaxshi ekan. 9 millionga oling deb turishibdi, 88 pul berishyapti. 8 million 800 ming so'm savdosi bo'ldi. Ikkalasi ham qo'chqar. Rozali bering. Endi qo'zi qo'chqarlar. Ehsonga ham bo'laveradi shekilli menimcha. Arzon oldim deb Men semiz ozg'inmasdi demoqchiman. Endi so'ysa bo'ladi demoqchiman-da. Shunaqa. Ha, endi mo'ljal aka. 4,5 ga. Enasini o'zimi? Yosh qanaqa edi aka? Yoshi 6 yosh, 4,5 millionga semizligi, endi semizroq shekilli. Qisirga so'gan olishgan. Endi bolalar necha million bo'lyapti savdosi? 5 million 800 ming so'm bolasi qo'chqar. Yoshicha aka? Yosh 4 yosh. O'zimiz mesni qo'ylar hammasi, ha? Hammasi endi bola ekan deyali. Ayakam. Bu qo'chqarlar 4 million 200 dan kamini kelishiladi. Butun quloqlar o'zimiz mesni qo'ylar. Qiziqqanlarga shunaqalar doim bo'lam qo'ylar. Nomer aytlaveram. Ayting aka. 95lik 884 49 91 Telegram WhatsApplar bor. Manzil qayerda aka? Cho'mada. Asosan ena bola qo'ylar, yakka qo'ylar bo'ladi. Hammasidan bo'ladi. Rahmat aka. Ishbiga sotilibdi qo'y. 4 millionga. 4 million. Semizmi? Yaxshimisiz? Jumagini olasizmi? Mana. Zohid Uz 4 millionga baraka bo'lgan shu qo'chqar. Endi qo'zi bir 6 oy 7 oylik bo'lsa kerak-da. 6 oylik atrofida qo'zi. Hatto qo'zilar ham bor. Qo'zilar necha bilan savdosi bo'lyapti? Qo'ylarni sotilib ketadi. YouTube'ga chiqarasizlar. Sotilib ketganmi? Hech bo'lmaydi, opto'ri. Necha bilan bo'ldi savdosi? 3 milliondan, ha, qo'chqarmi? Qo'chqar. Aralash, qo'chqar sog'li 3 milliondan baraka yo'qdi. Necha bilan savdosi bo'lyapti aka? Optimaga, ha? Qo'y suyiga hammasi qo'chqarmi? Qo'linglar qo'chqar sog'lanlardi. 1 yoshdan o'tgan, 6 oydan o'tgan bular. 6 oylik atrofida. 3 million qancha dedingiz? 600 mingdan donasiga emas, optimaga savdosi bo'lyapti. Mesni qo'ylam?
Sizga qizig'i yo'q ha? Sizga. Qiziqqanlar nomer aytiladimi? Aytavering. 252 0341 95lik bilan doim bo'ladi. Telegram WhatsApplar bor. Manzil qayerda aka? Madaniyat, Arab qishlog'ida. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Sog'liqlar topolmayapti to'g'risi. Sog'liq kerak bo'ldi. Mashg'ullar sog'liq o'xshayapti. Necha pulga beraman deb turibsiz shuni? Savdosi bo'ldi yoki? 3,5 akam bor. Sog'liq. Sog'liq. Sog'liqqa baho aytyapsiz, to'g'rimi? Aralashmi? Baho aytilishi ham aralashyaptilar. Sog'liqda alohida o'zi bo'lsa-chi? Ozoron. 34-33 ta turadi. Bir 5-6 oylik qo'yiladi, 5-6 oylik. Menimcha sog'liq ko'proq edi. Sog'liq ko'proq. Bitta ikkita qo'shqa ko'rinadi xolosda. Ikkita qo'shqar. Optima yo'llaman desangiz, shu hammasini misol uchun 10 ta, 15 ta olaman desa. 33 dan kami bor. Bo'ladi doim shunaqa 10 ta, 15 ta, 20 ta. 10 ta 20 ta olaman degan odam telefon qilaversinmi? Donaga ham, Optimaga ham iloji bor ekan, telefon qilasizlar. Nomerni ayting. 95lik. 094 02 9 ga aloqa chiqasiz. Telegram, WhatsApplar bor. WhatsApp, Telegram bor. Dastlabkasi ham bor. Iloji bor, telefon qilasizlar. Manzil qayerda? Madaniyatda. Sog'liq qo'ylar. Mesni qo'ylarda bular ham? Chetdan kelyapgani bo'lmayaptimi? Hozircha shuni o'zimiznikilar. Bular endi kuzga borib qochamikan? Kuzga borib qochadi. Xohlasa qochadi. O'sha ham qo'chqar ekan, mana bitta qilib ko'rdim qo'chqarni. Ikkita qo'chqar bor ekan. Ikkita qo'chqar bor. Bular ham kuzga bemalol qo'chqarga chiqadi. Netlari chiroyli bo'lib qolgan, o'ziga kelib qolgan qo'ylar. Bular shu yaylovga qo'ysa o'zini epletda bemalol, ha? Bemalol. O'zini qon to'g'izib bemalol yuradi. Endi bemalol yuradi. Yuradi. Aloqaga chiqasizlar, dastlabkilarim bilan iloji bor, telefon qilganga. O'zidan ko'rsatmay kimni olishim kerak deb o'ylanayotganlarga. Ularda YouTube'ga, Instagramga chiqarmaysizmi? Chiqarmaysiz, o'zim qiziqqanlar mana ma'lumotlarni olib. 2,5 dan. Hammasini. Hammasi sog'liqmi? Qo'chqar 3 ta. 3 tasi qo'chqar. Ikkitasi sog'liq. 3 tasi qo'chqar, ikkitasi sog'liq. 2,5 milliondan savdosi bo'lyapti. Necha pul qo'shanga beraveramiz aka? Beraveramiz. Hozir qoldimi? Nomer aytiladimi? Nomer aytiladimi? Aytaman. Ayting. 33lik. 33lik. 457 457 01 88. Telegram WhatsApp imolar bormi? Bor. Dehqonchilik, tirishlik. Dehqonchilik. Yana bormi shunaqalar? Bor. Nechta? 3 ta bor uyda. Yana 3 ta qolibdi. Necha pul bermayapsiz? Bu sog'limi qo'chqarmi bular? Yana bola. Yana bolami? Necha pul bermayapsiz tog'a? 61 ga. 61. Qolganini aytib qo'ysa bo'ladimi? Telefon bo'lsa olmang. Telefonga bo'lsa-da. Har doimda bo'lib o'tamiz biz. Sekin qochib olamiz. Kim ekranda olur? Yanına mühendis mi var? Qo'zilar sog'limi, qo'chqarmi? Aka sog'liq. Hech pul bermadingiz? Jon aka 26 dan beraman. 2600 dan savdosi bo'lgan-a? Bitta 4 oylik, 5 oylik, ha? Dehqonchilik? Sheringlar yo'qmi uyda? Uyda sheringlar yo'q? Nechta bor? Nechta? 50-60. Sotiladigan. Yo'q, men so'radim. Ha, sotiladigan shug'ullanib, sotiladigan kerak bizga. Uydagilar sotilmaydi ekan, o'zida nomerlar so'rardi. 2600 dan savdosi bo'lgan, ikkilasi ham sog'liq, taxminan 4 oy, 5 oylik qo'zilar. O'zimiz meslik, jinoyatchilikda ham dehqonchilik qilib olibdi. Yo'q to'lasizlar. Ikkovini 8,5 million savdosi bo'lyapti. Aslida buni bolasi bor-a? Qo'zisini adini 32,5 qilyapti. Bolasi nima qo'shqarmi? Sog'liq. Sog'liq, bolasi 32,5. Yana bolaga necha pulga to'g'ri kelyapti, bermayapsiz? Yana bolaga hozir 7,5 pul berishyapti. Bermayapsiz. Yoshlari qanaqa? 3 yoshlardan ekan. Yosh ekanda, 3 yoshdan. Narigisini bolasi ach ekan. Yangi ach ekan. Qaytildimi yo'g'i? 42 beryapti. Rahmat aka. Necha bilan bermaysiz tog'a bu qo'ylarni? Kilovini 43 dan beraman. 43 dan. Yoshlari qanaqa ekan?
4 yashar, 5 yashar. 4 yosh, 5 yoshli. Bolalar yangi ajralgan. Qo'y ko'proq olgan, tiqancha ekan ichi. Ayadingizlar. Necha million berasiz qo'ylarni? Necha million berasiz? 4,5 dan. Hammasi bir xil bo'ldimi? Necha pul bo'ldi? Savdo so'madi. Ikkalasi 4,5 dan. Yoshlari qanaqa ekan? 8 yosh kattaroq ekanda. Ikkovi ham 8 yoshli. Qo'ylar 4,5 dan savdosi bo'lgan.